Agarda oilada kelishmovchilik bo'ldimi, bilib qo'yaylik, o'rtaga uchinchi odamni aralashtirish kerak. Mahalla raislari, yoshi ulug' bo'lgan hojdodalar, masjid imomlari, ular bekorga emas. O mahallada 7lik a'zolari bekorga tuzilgani yo'q. Bu tashabbusni yurtboshimiz bekorga ko'rsatmadilar. Shu zulm ko'rayotganlar borib uyimizda shunaqa jarayon, yordam bering deyishligi uchun. Mana kechagi hamma yoni mana ag'dar to'ntar qilib tashagan mavzu. Kecha bir ayol ikkita bolasi bilan o'zini joniga qasd qilishlik uchun yuqori qavatdan o'zini tashadi. Nimaga shu? Nimaga? Qaysi xonadonda zulm bo'lsa, mana kuchi yetmaydi-da. Ayol kishini eriga kuchi yetmagandan keyin nima qiladi? Yig'laydi, baqiradi, chaqiradi, akasi bo'lsa akasiga aytadi, ukasi bo'lsa ukasiga aytadi. Lekin ish o'zi o'ylaganidek davom etmagandan keyin masandan boshqachasiga qasd olaman deydi-da, oxiri shu ishni qiladi. Bu ish oqlanmaydi. Har qanaqa ish o'zini joniga qasd qilishga arzirli ish emas. Nima bo'lgan taqdirda ham. Lekin shu zulm qilinayotgan masalani oldini olish kerak. Yig'layaptimi, nimaga yig'layapti bu? Ko'z bekorga yosh to'kmaydi. Xursandchilikdan ko'z yosh to'kilishligi mumkin. Lekin alamdan yig'lab dodini kimga aytishni bilmay shikoyat qilib boradigan joy yo'q bo'lgandan keyin kechasi o'rnidan turib yig'layaptimi, u duo qabul bo'ladi. Zolim odam uxlashi mumkin, esdan chiqarmaylik. Zolim odam uxlashi mumkin, mazlum odam uxlamaydi. Bir uyg'onib oladi-da, uyqusi kelmasdan nega bunday qiladi, nega bunday qiladi deb yolvoraveradi, Allohdan so'raveradi. O'sha duolar qabul bo'lsa, insonning ahvoli og'ir bo'ladi. Demak, mazlum haqqidan qo'rqishlikka payg'ambar alayhisalom chaqiryaptilar.